alaykum. Sizlar bilan navbatdagi mijozimiz bilan suhbatlashamiz. Ismingiz Marsay. Marsayjon, sizni nimaga bezovta qilyapti? Nima sababdan bizning yonimizga keldingiz? Shu mehnat og'rish jarayonida muhtam og'riydi. Oyoq ustimda og'riydi. Shuni siz eshitib keldik. Bel soqishami, do'ng'aza qism, tepalari. Shunaqa. Oyoqqa ham og'riq, oyoq to'pg'illar ko'pincha og'riydi. to'q bo'ladi. To'pg'illar. Nima ish qilasiz o'zi? Og'ir narsa yuk ko'tarish, Shu yuk ko'tarib yo'q suramiz. og'ir jismoniy mehnat faoliyatidasiz, to'g'rimi? Xo'p. Yana belda muammoingiz bor, oyog'ingizda ham og'riqlar bo'lib turadi. Mana bittada so'raylik, ko'pchilikda kelganda faqat og'riqli nuqtasi bilan keladi-yu, lekin boshqa muammolar ham bo'ladi. O'shaning uchun so'rab bir chekkadan boshda og'riqlar bo'ladimi, bo'yin sohada, qo'lda uyushda bo'ladimi? Bir bora kelsak, so'rab ketaman. Shu ertalablari menimcha hammada bo'lsa kerak. Bo'ynim og'riydi. Turganda, uyqudan turganda demak og'riq bilan turiladi. Og'riq bilan. Ana hamma damoq yengil bo'lib turasiz, og'ir bo'lib turar ekansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Tushunarli. Yozmasam, hozir ham og'riq bormi belda? Bor. Hozirgi holatingizda ham og'riq bor. Bor. Sekin o'tirib, sekin turishingizni qo'ying. Engashganda, engashib chiqqanda, yo'talganda og'riqlar bormi? Bor. Bor. Sekin o'rningizdan turing. Turishingizdan o'zi zo'r bo'lib, hozir muolaja qilamiz, undan keyin Xudo xolasa natijasini o'zingiz etasiz, Xudo xolasa. Mana hozir bemorimiz bilan suhbatlashdik va ularning shikoyatlarini ham eshitdik. Ularni bel sohasidagi поясничный крестовидный отделda позвоночник грыжа tashxis qo'yganlik, hozir MRT'sini ham ko'rsatamiz va ularga Xudo xolasa manual terapiya va spetsialniy точечный massajimiz bor. Ana o'shani qilamiz va bu jarayonni siz bilan birgalikda kuzatamiz. Mana hozir bularni umurtqa позвоночник sniмкasi, MRT qog'ozini ham ko'ryapmiz, sniмкasini. Mana позвоночникларning hammasi tekis va ровный holatda turibdi. Faqatgina L4 L5 da mana grija. Bu yerda bo'lsa, yaqinroq qilsa yana ham ko'rinadi. L4 L5 da yaxshigina grija ko'rinib turibdi, bir 8-9 mm atrofida. Mana o'sha uchun ham oyoqdagi og'riqlarning barchasi mana shu grijani hisobiga orqa miyaga chiqqan nerv karishuklarni siqib qo'ygan. Endi Xudo xolasa shuni muolajasini qilamiz va birgalikda kuzatishingiz mumkin. Birinchi prosedurdagi holatlari bilan keyin o'zlari bilan suhbatlashamiz. Mana hozir muolajani boshlaymiz va birgalikda kuzatamiz. Xo'p, mana shu o'tirgan holatda bel qismi og'riq bormi? Mana shu yerda o'sami bor. Bo'ladi. Bo'ladi. Bir chekkadan позвоночникning bosh qismidan boshlab belgacha sekin qilamiz. Bismillah, sekin boshlayapsam. Birinchi o'rinda muskullarni yaxshilab bo'shashtirib olamiz. O'tda badanda yushuq umurtqa atrofidagi spazm bo'lgan muskullarni bo'shatib olamiz birinchi bo'lib. Mana shu bo'yin sohasida qiladigan muolajamiz bosh og'rig'i, qon shang'illashlari va ko'z zarenasini pasayishiga olib kelgan osteoxondrozdan kelib chiqadigan kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. Voy. Voy. Qanday bo'ldi? Bo'lar. Bosh qo'yamiz. Bosh qo'yingni. O'sha. Bosh qo'yamiz, boshini yengishtiramiz pastga. Mashalloh. Yotamiz. Og'riq başladı. Bosganda ham og'riq bor.
Og'riq seziladi. Boyanadi. Mana hozir tovonni ko'radigan bo'lsa ham o'ng taraf chapga nisbatan kaltaroq turibdi. Ko'rayotgan bo'lsa agar birotim bu ya'ni kristalginani qiyshuvligi, kristalli tarzda qiyshuvligi. O'ng taraf sal tepaga siljigani hisobiga bu odam o'zi ozg'inli semira olmaydi. O'ng taraf kristalli tepa turgani hisobiga odam semirishi qiyin bo'ladi. Mana shuni hozir to'g'rilaymiz. Sutdan bo'shashtirib oldik. Boş koyalım, nefes çıkarız. Olağımız çıkarız. Böyle. Yavaşça. Hoppa. Yavaşça. Joy keldi hozir. Hozir bel sohasini manipulyatsiya qilamiz, ya'ni rotatsiya deyiladi. Bunda o'sha funksiyali blok snimat qilish uchun, poznanoshni siqilib qo'ygan nervni ochib olish uchun hozir sizlarga manipulyatsiya qilishni ko'rsataman. Xo'p, nafas olamiz, chuqur chiqaramiz. Yaxshi, bu yoq tarafga. Biz o'tirganimizda qirsilaganda shuncha hozir O'tko'rsiz xolos. Qo'shamiz. Yaxshi. Qo'shishni bas. Mana hozir endi kulminatsion nuqtasiga keldi. Poznanoshnikni boshdan oxirigacha cho'zilish jarayoni davom etadi endi. Tanani bo'shashtiramiz. Bo'sh qo'yamiz. Chuqur nafas olib chiqarib. Og'iz yopamiz. Belgacha bordimi? Ashtigacha tushdimi? Bunda o'sha poznanoshni siqilib qo'ygan
joylari sirasi ochilib ketadi. Xolos. Endi sekin hozir yonboshlab o'rningizdan turasiz. Yonboshlab. Qanday bo'ldi? Tortgandan keyin qo'yamiz. O'rnini ancha yaxshi. Yo'ling sakrab turib, bundoq qimirlab o'tirib turaveradi. Bo'ldi yaxshi. Zo'r, og'riq qo'yordimi? Og'riqni qo'yib oldi, xudoga shukr. Engashib o'tirib turib. Yaxshi. Mana hozir bemorimizda birinchi muolajadan keyingi holatda o'zlaridan so'raymiz. Qanaqa his qolsa o'zingizni mana muolajadan keyin? Xudoga shukr, ancha yaxshi bo'lib qoldim. Boya kelganimda ancha og'riqlar qoldim ekan. Oyog'ingiz og'rilyapti ketdimi? Oyog'ingiz alhamdulillah. Ketdi aka, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Alloh shifo bersin. Bizning sababchimiz avvalambor Alloh shifo berguvchi. Sababini qildi. Mana endi Xudo xolasa o'zlari bu yog'iga shifo topib ketsalar, Allohning izni bilan. Yoki bu muolajani necha marta olishga men hozir bir marta keldim, ancha yaxshi bo'lib qoldim lekin. Necha marta kelishim kerak, bir marta. O'zi muolajamizni bir kurs lecheniasi 10 kun, 12 kun bo'ladi. Chunki много количество переходит качество degan yengillik zakon bor o'zi. Qancha ko'p olsangiz o'zingizga foyda shuncha ko'p bo'ladi. Hozir siz meni yonimga keldingiz faqat bel og'riq bilan. O'zingizni og'riqning nuqtasi ko'zingizga ko'ringan joy faqat bel og'riq bilan keldingiz. Oyoqqa og'riq bergan hisobiga. Sizda agar 10 kun lechena qiladigan bo'lsa ham, xudo xohlasa 10 kun muolaja qiladigan bo'lsa, sizdagi ortiqcha muammolar ham bartaraf qilinadi. Siz o'zingiz bilmagan ichki organdagi muammolaringiz bormi, muskuldagi yoki bo'g'imdagi og'riqlar bormi, qon aylanishi yaxshilanishi, o'zingizni bodri his qilishingiz, tetik his qilishingiz, kayfiyat, настроениyaga juda ham ta'sir qiladi bu narsa. Ish jarayoningizda ham o'zingizni yaxshi his qilib, ishingizga, faoliyatingizga, oilangizda o'tirganingizda ham настроение cho'tki bo'ladi, xudo xolasa. Har taraflama sizga foydasi tegadi bu narsa. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kelib Xudo xolasa. O'zingizni yaxshi qilganingizdan, his qilayotganingizdan juda ham xursandmiz. Yo, endi xudo xolasa ko'rishamiz. Alloh nasib qilsa. Salomat bo'ling.